Sankt-Peterburg shahrida mobilniy elektronika Abusaxiy do'konining filiali borligini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, hozir o'sha mashhur Abusaxiy do'konining manzili bilan tanishib chiqamiz. Sennaya metro stansiyasidan tashqariga chiqamiz, chapga burilamiz hamda yana bir bor chapga burilamiz. O'zi shundoq ham uzoqdan targovut sentr navislari ko'rinib turadi. Yo'l-yo'lakay aytib ketishim kerak, endi Abusaxiyda siz kutgan trading xizmati mavjud. Ya'niki endilikda siz o'zingizning eski smartfoningizni bizga topshirib, yangisini olib ketishingiz mumkin. Va yana eng qizig'i, Rossiya bo'ylab bizdan arzon do'kon topsangiz 2000 rubl bonus beramiz. Chunki Rossiya bo'ylab Abusaxiydan arzon do'kon yo'q. Ko'rib turganingizdek, do'konimiz Sennaya targovut sentrining 3-etajda joylashgan. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainani Strana agentligining axborotiga ko'ra 25-martga o'tar kechasi Rossiya Ukrainani Sum viloyatiga yana FAB aviabombalari orqali ommaviy hujum tashkil qildi. Strana agentligining Kiyevdagi bosh shtab hisobotiga tayanib qayd qilishicha, Rossiya birgina Sum viloyatini o'ziga so'nggi 3 kun davomida 100 dan ortiq FAB aviabombasi yo'lladi. Kiyev uchun fojiaviy tomoni shundaki, Rossiya 24 va 25-mart kunlari Sum viloyatiga FAB aviabombalarning 3 tonnalik turlarini qo'lladi. Ukrainaning yana bir agentligi Hafta ko'zgusi agentligini ma'lum qilishicha, Rossiya Sum viloyatidagi tanklarni qayta ta'mirlovchi va snaryad ishlab chiqaruvchi zavodni nishonga oldi. Tabiiyki, FABlarning zarbasidan keyin bu zavod ham yakson etilgan. Endi Ar-Riyodda 24-mart kuni Qo'shma Shtatlar va Rossiya delegatsiyasi o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaraga to'xtalamiz. Washington Post agentligining axborotiga ko'ra 24-mart kuni Qo'shma Shtatlar va Rossiya delegatsiyasi muzokarasi Ar-Riyoddagi Ritz-Carlton mehmonxonasida bo'lib o'tdi. 12 soat davom etgan muzokarada Qo'shma Shtatlardan Davlat departamenti maxsus vakili Michael Anton va Qo'shma Shtatlar Milliy xavfsizlik qo'mitasi a'zosi Andrew Pick, Rossiyadan esa Sergey Beseda bilan senator Grigoriy Karasinlar qatnashdi. Washington Postga ko'ra muzokara yakuni bo'yicha Moskva ham Washington ham alohida bayonot taqdim qiladi. Hozircha Rossiya prezidenti Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning qisqa intervyusiga ishonish mumkin xolos. Peskovni Pavel Zarubinga bergan intervyusida bayon qilishicha, muzokarada bu safar tomonlar Qora dengizda o'q otishni butunlay to'xtatish masalasini muhokama qildi va bundan keyin Qora dengizda barcha savdo kemalari xavfsiz harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Donald Trump Zelenskiyning taklifi bilan Zaporojyedagi Rossiyaga qarashli bo'lgan, aniqrog'i, ayni paytda Rossiya nazoratida bo'lgan atom elektrostansiyasini o'z himoyasiga olishga urinmoqda. Siyosatshunos Marat Bashirovga ko'ra, 24-mart kuni Ar-Riyodda 12 soat davom etgan muzokarada tomonlar Zaporojyedagi atom elektrostansiyasi masalasini ham ko'targani aniq va Rossiya uni hech qanday holatda ham Amerika Qo'shma Shtatlariga bermaydi. Endi Yamanni Isroilning ishongan aeroportlaridan sanalgan Ben Gurion aeroportiga zarbasiga o'tamiz. Al-Masirah telekanalini bildirishicha, 25-martga o'tar kechasi Yaman Isroilning poytaxti Tel Avivdagi Ben Gurion aeroportiga zarba berdi. Bundan tashqari 24-mart kuni Husiychilar Quddusning g'arbida joylashgan Isroilning Beit Shemesh shahriga ham ballistik raketa orqali kuchli zarba bergan. Isroilning temir gumbaz tizimi esa Husiychilar yo'llagan raketalarni 80% urib tushirmoqda. Demak, 20% raketa nishonga aniq urmoqda. Endi Annalena Baerbockni yana Turkiya tomon otgan toshiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Weltamsantak agentligining axborotiga ko'ra, Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock xonim Turkiyaga og'ir toshlardan birini otgan. Annalena Baerbockning aytishicha, Turkiya Yevropa ittifoqiga kirish uchun ariza topshirgan. Ammo Yevropa ittifoqi tarkibiga qo'shilish istagida bo'lgan davlatda qonun ustuvor bo'lishi kerak. Shuningdek, Yevropa ittifoqining a'zosi bo'lish orzusidagi davlatda demokratik tamoyillar hurmat qilinishi shart. Turkiya esa bunday xarakterdan ancha uzoq. Sababi Recep Tayyip Erdo'g'anning asosiy raqibi hibsga olingan. Mamlakatda notinchliklar, namoyishlar boshlangan. Bularni bariga Annalena Baerbockning taxmini bo'yicha Erdo'g'anni demokratiyaning yuziga oyoq qo'ygani sabab bo'ldi va Turkiya endi agar o'zidagi tuzumni o'zgartirmasa, Yevropa ittifoqidan umid qilmasa ham bo'ladi. Bu Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbockning Turkiyadagi notinchliklarga bergan izohi
edi. Unutganlar yoki eshitmaganlar uchun katta eslatma. Sal oldinroq Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning buyrug'i bilan Istanbul hokimi Erdo'g'anni Turkiyada tirik qolgan so'nggi raqibi Ekrem İmamoğlu qamoqqa olingan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Istanbul hokimiga ayni paytda 560 milliard lir korrupsiya oldi deya ayb qo'yilmoqda. Xalq esa Erdo'g'anni qoralab 5 kundirki namoyishlarga chiqmoqda. Anadolu agentligining bildirishicha 25-mart holatiga ko'ra namoyishlarda 1133 nafar kishi qamoqqa olingan. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.